Aktrisa Gulchehra Saydullayeva kuyovi Fathulla Mas'udov tufayli 2 marta saratondan omon qolgan haqida so'zlab berdi. Hayotda har xil kunlar bo'ladi. Baxtli kunlarda ham insonlar ichida aytolmagan dardlari, kechinmalari yig'ilib qoladi. Odatdagidek bosh qahramonlarni teatr, kinolarda ijro etib yurgan kunlarimning birida burnimning tepasida kichik holga o'xshash narsa chiqdi. Lutfulla akaga hindlarga o'xshab qolganimni quvonib aytdim. Lutfulla aka tushunarkanlar. Darrov Fathullajonni chaqirib, ikkovlari gaplashdi. Bir payt Fathulla hamma ishini tashlab, meni mashinasiga o'tkazib, onkologik shifoxonaga olib keldi. Nega bu yoqqa kelganimizni so'rasam, bir do'stim bor. Shuni oldiga keldik. Sizni tanishtirmoqchiman unga dedi. O'shanda burnimning tepasidagi holni meni aldab avrab olib tashladi. U paytlar endi 35 yoshdan oshgan vaqtlarim edi. Oradan ozroq vaqt o'tib, yana shunga o'xshash voqea bo'lgandi. O'zimning o'g'lim Sarvarbek ham hatto bilmasdi buni. Fathullajon keldi oldimga. Yana bir do'stim bor. Sizni ko'rmoqchi ekan deb doktor yoniga olib bordi. Garchi soppa-sog' bo'lib yurgan bo'lsam-da, meni zudlik bilan operatsiya qilishlari kerak ekan. Bu yoqda serial boshlab qo'yilgan. Unda bosh qahramonman. Shularni aytsam, doktor mayli unda. Noqulay bo'lsa ham aytaman. Tezlik bilan farzandli bo'lishingiz kerak yoki zudlik bilan ko'kragingizni olib tashlaymiz dedi. Bu gaplarni turmush o'rtog'im ham bilmaydi hali. O'zim ham buni eshitib qotib qolganman. 19 yoshimda katta qizim Guliranoni, 20 yoshimda o'g'lim Sarvarjonni dunyoga keltirganman. Fathulla sabab bo'lib davolanib, 40 yoshda Muqaddasxonni qiyinchilik bilan dunyoga keltirganman. Agar o'sha paytda shifokorga olib borishmaganda, balki hozirgacha yashab yurmagan bo'lmasmidim, deydi aktrisa.